O'zi aslida faqat birovlarni baxtli qilishga urinayotgan odam o'zi baxtsizligi uchun buni qiladi. U boshqalarni baxtli qilgani uchun o'zi baxtsiz bo'lib qolmaydi. O'zi ichidan bir bolaligi yaxshi o'tmagan, bir siniq joyi bor, bir og'rigan joyi bor. Shuning uchun u boshqalarni faqat baxtli qilishga harakat qiladi va umid qiladi, qachondir men ham baxtli bo'laman. Aslida bo'lmaydi. O'shaning uchun bizni o'sha bolaligimizdagi travmalar yoki hayotimizda bo'lgan travmalarning ta'sirida biz hassos, nozik qalb biriga, hislari juda nozik biriga aylanib qolamiz va atrofimizga yomonlik qila olmaydigan bo'lib qolamiz. O'shaning uchun iztiroblar insonlarni go'zallashtiradi deyilgan shu. U odam juda sof bo'lib ketadi iztirobini ta'sirida. Dostoyevskiyning bir gapi bor. Kim chiroyli, kimni tabassumi chiroyli bo'lsa, uni qalbi juda go'zaldir deydi. Chunki boyagi bir dard ko'rgan odam boshqa odamning tabassumi juda go'zal bo'ladi, yuzlari juda go'zal bo'ladi. Ya'ni bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, odamlar boshqalarga baxt ulashgani uchun o'zi baxtsiz bo'lmaydi. Ko'pincha baxtsiz odamlar baxt ulashishni istaydi.